Bismillahirrahmanirrahim. Bugün İmam Buxari rahimahullah'ның Al-Adabul Mufrad namlıq bu hadis kitabının davamını oquymiz. 103. bab. Babun iza nasahal abdu li sayyidihi. Qul özünün xocayiniga samimi bolsa, nasaha degan nasiyat qildi degan ma'nosi ba, samimi buluş, yani xocayinning haqqini to'liq joyida chin ko'ngildan chiqarib turib, xoshallik bilan to'liq ado qilish. Men xizmatkar bo'lganligim uchun, qul bo'lganligim uchun bu shunday qilyapman deb olvonga batnab turib, qaydab turib qilish emas, balki chin ko'ngildan xoshallik bilan haqqini to'liq ado qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisga: "Innal abda iza nasaha li sayyidihi", qul, ya'ni xizmatchi yoki xo'jayiniga samimiy bo'lsa, haqqini to'liq ado qilsa, chin ko'ngildan chiqarib turib, xoshallik bilan ado qilsa, va ahsana ibadata robbihi, va Alloh taoloning ibodatini yaxshi qilsa, falahu ajruhu marratayn, uning ajri 2 qatim beriladi. Nima uchun 2 qatim beriladi deganda, bu qul o'zining xo'jayinining xizmatini yaxshi qilish bilan bo'lib ketmasdan, o'zining haqiqiy xo'jayini bo'lgan Alloh taoloning ibodatini unutib qolmay, Allohga ibodat qilishnimi tashlamaganligi uchun, yaxshi qilganligi uchun Alloh taolo mukofotlab ajrni 2 qatim beradi. 203. hadis. Ma'lum bir kishi Amr Sha'bi degan kishiga mundaq dedi: "Ey Abu Amr kuniti. Inna natahaddasu indana anna rajula idza a'taqa umma waladihi summa tazawwajaha kana karrakibi badanatahu." Biz mundaq deyishimiz, o'zaro mundaq deyishimiz, bir kishi o'zining balasining onasi bo'lgan cho'rini ozod qilsa, cho'risidan balasi bo'lsa, uni ummu valad deb ataymiz. Ondan uni to'y qilsa, xuddi o'zining to'ygisiga mingan kishidek bo'ladi deb mundaq deyishimiz. Ya'ni bu savolni so'ragan kishilar mundaq o'qitish qilibdi. O kishi ayolini qulluqdan ozod qilib, hurlikka, erkinlikka erishtirgandan keyin uni to'y qilishi xuddi uning zulm qilgandek. Ya'ni uning changildan chiqib ketmagandek, u ayol yana tutib turib olgandek. Bu xuddi bir kishi o'zining to'ygisini minmayman bo'ldi, sen ozod deb, yana to'ygisiga minib zulm qilgandek, jafo solgandek deb mushta o'ylab qopti. Amaliyotda bularning bu o'qitish qilgani xato. Chunki u kishi Allohning roziligini ko'zlab bir cho'rini qulluqdan erkinlikka erishtirib, hurlikka erishtirgandan keyin yana uning yaxshilik qilishni o'ylab, uning bilan to'y qilgan. Chunki insonning nafsi qul ayollarni ilishga qaraganda hur ayollarni ilishga, to'y qilishga qiziqidi. Uning cho'risi erkinlik erishgan bo'lsa-mu, hurlik erishgan bo'lsa-mu, asli qul bo'lganlik uchun buni qulti, bu asli qulti demasdan, hur deb turib o'ylab to'y qilganlik uchun 2 ajr beriladi. Bular o'qitish qilgandek zulm qilgan bo'lmaydi hargiz. Shuning bilan Amir bu kishining gapiga javob berib mundaq dedi: "Haddasani Abu Burdata an abihi qala lahum Rasululloh sallallohu alayhi vasallam." Menga Abu Burda dadasidan so'zlab bergan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq degan: "Salasatun lahum ajrani." 3 turli kishi bor, ularga 2 ajr bor. Birinchi turli kishi bo'lsa, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi va amana bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam falahu ajrani. Ahli kitobdan bo'lgan bir kishi o'zining payg'ambarga iymon etgan bo'lsa va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, ya'ni Muhammad alayhissalom iymon etgan bo'lsa, uningga 2 ajr bo'ladi. Ya'ni ahli kitob degan Yahudi va Nasoralarni ko'rsatdi. Yahudi yoki Nasara bo'lgan bir kishi asli Isa payg'ambar alayhissalomni payg'ambar deb e'tirof qilgan bo'lsa, yoki Musa alayhissalomni payg'ambar deb e'tirof qilgan bo'lsa, uningdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Muhammad alayhissalomga iymon etgan bo'lsa, Alloh uningga qo'sh ajr beradi. Endi ikkinchi turli kishi bo'lsa, al-abdul mamluku ida adda haqqallohi va haqqa mawalihi. Qul kishi Allohning haqqini ado qilsa va xo'jayinning haqqini ado qilsa, uningga 2 ajr bor. Uchinchi turli kishi va rajulun kanat indahu amatun yata'uha fa addabaha fa ahsana ta'dibaha va 'allamaha. Bir kishi bor, uning cho'risi bor, ya'ni billa bo'ladigan cho'risi bor. Uningga adab axloq o'rgatsa va adab axloq o'rgatishni go'zal qilsa va uningga ilm o'rgatsa va o'rgatishni go'zal qilsa, ondan uni ozod qilsa, hurlikka erishtirsa,
va anondan to'y qilsa, uningga 2 ajr bo'ladi. Amir shundaq deydi. Biz sana bu hadisni bikag'lam deb birvatdiq, ya'ni asallam deb birvatdiq. Vaqad kana yurkabu fi madunaha ila al-Madina. Bu hadisdan qisqaroq bo'lgan hadislar uchun Madinaga baratdi kishilar uloqlarga minib, ya'ni Amirning demoqchi bo'lgani sahobalar bo'lsin, tabiinlar bo'lsin, bir hadisni anglash uchun shaharmi shahar, davlatmi davlat mushundaq safar qiladi. Sen asalla anglab olding'u demoqchi. 204-hadis Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq degan: "Al-mamluku allazi yuhsinu ibadata rabbih va yuaddi ila sayyidihi allazi furida." Rabbining ibodatini go'zal qiladigan, ya'ni Allohga go'zal ibodat qiladigan va xo'jayinning haqqini yaxshi ado qiladigan, allazi furida farz qilingan degani belgilangan, ya'ni o'zining xo'jayini unga belgilab bergan qilish tegishli ishlarini go'zal qiladigan. Qaysi ishlar deganda at-ta'ata va nasiha, itoat qilish va samimiy bo'lish, ya'ni chin ko'ngildan chiqarib turib, xushallik bilan haqqini to'liq ado qilsa, lahu ajrani, uningga 2 ajr beriladi. 205-hadis bu o'xshash mazmundagi hadis ekan. Abu Burda dadasidan so'zlab shundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq degan: "Qulga 2 ajr bor. Agar Alloh taoloning haqqini ado qilsa, uning ibodat qilishda, aw qala fi husni ibadatihi rawit kishak. Allah güzel ibadet qilishda Allohning haqqini ado qilsa va haqqa malikihi allazi yamlikuhu, uningga xo'jayin bo'lgan, xo'jayinlik qilayotgan xo'jayinning haqqini ado qilsa, uningga 2 ajr bor. Qul xo'jayinning haqqini ado qilish bilan birga Allohning haqqini ado qilsa 2 ajr bo'ladi degan bu mazmundagi hadislar faqat qul bilan xo'jayinning o'rtasidagi munosabat bilan cheklanib qolmaydi. Balki boshqalarning qo'l ostida ishlaydigan xizmatchilar, biror idora organlarda, maktablarda, doktorxonalarda ishlaydigan kishilarga qarasak bo'ladi. Ular o'zining xizmatini yaxshi qilish bilan birga Allohning ibodatini yaxshi qilsa 2 ajr erishadi degan mazmun chiqadi. 104-bab Babul abdi ra'in. Qul ham padichi, mas'ul. 206-hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq degan: "Kullukum ra'in." Sizlarning hammanglar padichi, hammanglar o'zining padillaridan mas'ul. İnsanlarga mas'ul bo'lgan amir, u padichi, u o'zining padillariga mas'ul. Va bir kishi o'zining ahli baytiga qarta padichi, u o'zining padillaridan mas'ul, ya'ni ayoli bolalaridan mas'ul. Bir kishining qo'li xo'jayinning melida padichi, u uningdan mas'ul, so'ralg'uchi. Agah bo'linglarki, hammanglar padichi, hammanglar o'zining padillaridan so'ralg'uchi. Ya'ni babning mavzusida, ya'ni qulmu padichi mas'ul deganga o'xshash, qul o'zining xo'jayinning melida padichi mas'ul. 207-hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Oysha radhiyallohu anhuning ozodgarchisi Abdullah ibn Sa'ad radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: "Men Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini angladim." Ya'ni bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi bo'lmasdan Abu Hurayra radhiyallohu anhuning so'zi. "Al-abdu iza ata'a sayyidahu faqad ata'a Allah, fa iza asa sayyidahu faqad asallah." Qul xo'jayiniga itoat qilsa, Alloh itoat qilgan bo'ladi. Qul xo'jayiniga osiylik qilsa, Allohga osiylik qilgan bo'ladi. Gerçi bu asar, bu rivoyat Abu Hurayra radhiyallohu anhuning so'zi bo'lsa-mu, ammo mazmunining to'g'ri ekanligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan qullarning xo'jayinlariga itoat qilish, mol-mulkiga yaxshi qarash va samimiy bo'lish qatorliqlar haqidagi sahih hadislari bu asarning mazmunining to'g'ri ekanligini isbotlab berdi. Bugungi dars mushad tugdi. Darsning davomini inshaalloh davomli yo'llayman. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.